Kaç to'xtatdingiz? Tekshirish uchun o'zida hujjatingizni ko'rsating. Birinchi dekabr Azamat Konstitutsiya soliq qarorida 6-bandiga asosan to'xtatilgan. O'zingizda hujjatingizni, xizmat guvohnomangizni ko'rsating. Rostdan tamam qarab turing. 2023 dekabrgacha amal qiladi. Saftor Qalin Zo'g'ribdan Husniddin o'g'li. Qayerga esa? Ko'rayli qayerga esa? Yaxshi ko'rinmayapti. Olasizmi mana salafanni? Salom olamiz. Ko'rinmayapti-da, yozuvni o'qimayapti. Ko'zimni oldiga olib kelmasangiz ham shahdan ham o'qiyalimi? Ko'zoynagini olsangiz, Yo'q, ko'zoynagim xalaqit qilayotgani yo'q. Uzoqroq tutsangiz ko'raman. Nima, yaqinni ko'rolmayman aka? Ha, o'sha yerdan ko'rsang bular. Salafandan chiqaring aka. Hop, salafandan chiqarasizmi? Salafanni yaxshi ko'rinmayapti. Ha? Qayerda gaysaligini ko'ray, aka kimligingizni ko'ray. Mayli, ism familiyangizni so'rayotganman men. Mana yozilgan. Kimligingizni, qayerda gaysaligini ko'ray. Nimada yozilgan? O'qib bo'lmayapti aka, mana xohlasangiz men olaman mana. Tushdi ham aka. O'qib bo'lmasligigacha tushdi aka. Ochib ko'rsating, ko'rsatalasizmi ochib? Ha, o'qib. Mayli, ochib ko'rsating aka. O'qib oling. Salafanni ichiga turish majbur emas. Guvohnomangizni o'zini ko'rsating menga, salafanni ko'rsating. Qani? To'xta, men kameradan qo'rqayotgan bo'lsangiz, men bitta tomonga o'tkazaman. Kamerangizdan nima qo'rqamaysiz? Ha, nimani ko'rmayapman aka, o'zingizga qaratyapman. Mana, ha, menga ko'rsatayotganingiz yo'q. Menga ko'rsating mana. Ko'rsating. Mana shunday qilib ko'rsating menga. Sizga ko'rsataman. Ko'rsatasizmi? Hadi kamerası ishlamayapti mi? Ishlabdi. Ishlabdi. Ko'rsatmaysizmi guvohnomangizni? Ko'rmadim aka men. Bunday qilib o'zingizga qaratib, mana deb ism familiyangizni aytasiz aka. Rasmini ko'ray aka, men o'zingizmisiz, boshqamisiz? Ukangizligini ko'taryapsizmi aka? Ko'rsatishdan maqsad nima aka? Ya mana aka, ko'rmayapman, yozuvini ko'rmayapman, faktikasiga ko'rmayapman aka. Mana shu turishga qanday men o'qishim mumkin? Siz o'qiy olasiz. Mana kamera bunday. Mana bunday qilsangiz aka ko'rinadi. Bunday qilsangiz ko'rinadi aka. Ana bunday qilaman, qanday qilaman? Ya onasining inson aka. Nima onasining inson? Ko'raylik aka. Yozuvini o'qiylik. Ko'rsataman. Nimada yozilgan? Qani? Hadi, o'qishni bilasizmi? Qalin Zo'g'ribdan Husniddin o'g'li. Ha. Yo'lda qo'shimcha yo'l patrul xizmati bo'lim, maqsad rat, yo'l patrul xizmati inspektoriman. Maqsad ratda inspektormisiz? Ha? Mana shunaqa yozilgan. Ha. Baqa nima qilasiz aka yo'qqa? Guruh komandirini so'rang. Qo'ng'iz nomerini beraman. Bering. Nomerini bering, telefonini. Kim guruh komandiriz? O bilgan nomerini bering aka. 75 224. Tir 275 90'ligimi? 75. 75'lik. Ayting. 221 23 24. 221 23 24. 75'ligimi? Tir. 97'lik 477 76 olmuş komandirim nomeri. Ya hozir o bilganda so'raylik aka. So'raylik. Jodlar saatini bilasizmi hurmatli adash? Sizni birinchi kimligingizni bilay aka, men bu yerga yurganingiz. Guvohnoma ko'rsatdim-ku. Qonuniy emas bu aka, men to'g'ri kelgan odamga beravermayman hujjatni. Tim bo'l proverka uchun to'xtatyapsiz, qoidabuzarlik etayotganingiz yo'q aka. Ichgansan, chakkansan deyotganingiz yo'q. Rosta. Husniddin sizda poska ko'rganmidim? Zo'g'ribdan. Zuhriddin. Siz poska ko'rishuvdingmi? Poskani turganman, bo'lishi mumkin. Qayerga ko'rishganmiz?
ishlamayapti. Boshqa nomer yo'qmi anada obilgani? Komandirimdan meni yozaman, Ya komandiriz beraman. Ayting komandiriz nomeri. 97 Aha. 477 76 olmuş. 477 76 olmuş. Ko'taraman telefonni. Telefon qilingan. Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti. Iltimos, aloqada qoling. Пожалуйста, оставайтесь на связи. Ваш вызов в режиме ожидания. Call has been put on hold. Please hold on the line. Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti. Iltimos, aloqada qoling. Пожалуйста, оставайтесь на связи. Abonent hozir javob berib Obilga ko'tarsa ishonchli bo'ladi-da. Bular kim edi? Bu komandiriz tanimaymiz aka. Ya shuningdek, qadam bilaman, og'ayniz bu yerga o'tirib, va to'g'ri deydi bu. Va jina sheriklar bo'lsa o'zi nomerni berar aka, o'shanday bo'lmasin deyman-da aka. Jinoiy sheriklar sizga bo'lishi mumkin-da. Ya biza yo'q, bo'lishi mumkin deyapman. Sizga ishonmaganim uchun hujjat bermayman aka. O'shanga aniqlik kiritay deyapman. Davlatning nomeri ko'tarmayapti. Davlat idorasining nomeri. Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti. Iltimos, aloqada qoling. Пожалуйста, оставайтесь на связи. Ваш вызов в режиме ожидания. Call has been put on hold. Please hold on the line. Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti. Iltimos. Xalaq qilayotgan yo'q. Оставайтесь на связи. Xalaq qilayotgan yo'q. Javob bera olmaydi. Tushsam, etsam bo'lar aka. Yana to'xtataman, hamma ovora bu. Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti. Iltimos, aloqada qoling. Пожалуйста, оставайтесь на связи. Ваш вызов в режиме Nima ожидания. gaplashgan? Boshqa komandir yo'qmi? Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob Qani ikkinchi bayan nomer. Etdi. Zuhriddin Muhsiniddinmi? Ha, shu riddadan naro qilyapman, esim chiqib qolyapti aka. Alo, eshitaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, zo'rmisiz? Rahmat. Qashqadaryo yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasimi? Amingiz? Halimov Zuhriddin Yakkabog'da yurgan ekanda tadbirgami, nimagadir qilib mashina to'xtatyapti. Huquqi bormi aka? Nima huquqi yo'q? Maqsad tryapti xodimi ekanda. Qayerda to'xtatyapti? Yakkabog'da. Qayer bu? Yakkabog' qayeri? Halim Zuhriddin qo'yilgan. Yakkabog' qayer aka bu? Bilmaysiz. Yo'q. Siz bilasiz qayerga turganingizni? Hozir 1 minut qayerga turganini so'rab olay. Siz bilmaysizmi qayerlarda? Yo'qda. Yakkabog'ligini bilaman faqat. Amir Temur ko'chasida deng. Amir Temur ko'chasi, sentralniy ko'cha aka. Mana Sharsabzdan kirib kelibdan bozorgacha Amir Temur ko'chasi. Bu yoqqa qayer? Bilmayman-da, bu Amir Temur ko'chasi emasligini bilaman aniq. Amir Temur ko'cha u tomon. Bu tomonchi. Bilmayman, Amir Temur ko'chami siz uchun? Amir Temur ko'chada turibsizmi hozir? Ha? Shunday. Bo'ldi aka. Aka Amir Temur ko'chasi turgan ekan. Amir Temur. Ha. Aka, hozir mintaqa bo'ldi-ku. Xo'p. Siz Muzaffarga kimdayman? Ya Muzaffarov, Maqsud. Maqsud aka, Jamolman, Yasin aka. Ha, rahmat. O'zashim aka, zo'rmisiz? Kirib ketdim, zo'r aka, o'zi zo'r. Ha, tanıdım aka. Yaxshimiz. Aka, bu anaga o'tganmiz, mintaqaga o'tgan bu, qaling Zuhriddin. Ya guvohnomasiga otryad yozilgan ekanda, o'sha uchun so'radim meni. Endi o'zgaradi. Mintaqa sinov tarqatsa bo'lgan aka, 4 ta mintaqa bo'ladi, borib. Hal guvohnomalar almashmagan, ha?
Yo'q, hech kim kelmas. Endi biroz sinov bo'lyapti. Biroz sinov bilan agar o'zini qoplasa, 4 ta mintaqa o'tib ketadi aka. Aka endi shu Obligayli xodim sifatida gapiring, hozir tanish sifatida gapirdingiz bag'ini. Hozir o'sha narsa kerak aka. Bular guvohnomasi muammo. Bular guvohnomasi tez almashtirsin bo'lmasa. Mana odamlar uni qilmasin. Hozir mintaqani egasi bu aslida, lekin maqsad ratda guvohnomasi bilan yuribdi, to'g'rimi? Endi guvohnomani endi aka o'zgartirmaydi, u yerga o'tib ishlaveradi, keyin o'zgartirsa kerak. Hozir bular mintaqaga bo'lganligi uchun mana Yakkabog'da tadbirga qatnashyapti. O'zi xizmat guvohnomasi, maqsad ratda xizmat guvohnomasi, lekin endi bundan keyin almashtiriladi, xullas. Sabab shu. Xizmat guvohnomasi tezroq almashtirishni so'rab qolamiz-da kattalardan aka. Bo'ldi aka. Charchamang. Sog' bo'ling aka. Kek. Mana ham telefon qilyapti, 76 olmish. Bular nima bilan gaplashyapsiz, hojat yo'q-ku. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum. Halimov Zuhriddin degan yo'l patrul xizmat xodimimiz bor ekan aka. Bor. Qayerga xizmat qilish kerak aka hozir, danni moment. Hozir bir ko'ryapsiz. Hozir sizni nomeringizni beryapti-da bu kishi. Qo'ydim meni. Voz to'xtayib qizyapti endi, yaxshi bo'lyapti. O'zi Obligay'dagi javob berolmayapsiz. Yetarli javobdi. Mana komandangiz aytsa, siz o'zingizga qayerga o'tirganingizni bilmayapsiz-da aka. Amir Temur ko'cha deyapsiz, bu Amir Temur ko'cha emas-da aka. Bilmayman, hozir aniqlaymiz aka. Aniqlik kiritamiz, xullas. Mana sharsab chiqib ketishuvlar. Bu tomonda Chorrahada 85 hafta biza Chorrahasi deydi. Ko'cha otini bilmaymiz-da. Aka shiddamisiz? Ko'cha oti nima edi? Ya uni bilaman. Nima deydi? Hiç bilmayman ko'cha otini. Voy. Tekshiraylik. Kodlab qo'ydim. Tamam. Abonent hozir javob bera olmaydi. İstesangiz qisqa signaldan so'ng. Aka yuqorida. Akaga deyman. Bilaman, yaxshimi hammasi? Bo'ldi aka, ishtiqilora hozir bitta so'ra. Halimov Zuhriddin. Yozuvdi, qog'oz ham yo'q. Yoza olay desam qog'oz ham yo'q deyapman. O'zim suv kelyapman, aka sizni emas. Uchrayman. Nima uchrayman? Abonent hozir javob bera olmaydi.